Eshik tutqichi qarsillab, shiddat bilan burilganda, mening yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Nafasim tomog'imga tiqilib muzlab qoldim. Xonaning o'rtasida mendan 2 qadam narida boshqa bir erkak turardi. Eshik ortida esa ko'zlari qonga to'lgan qonuniy erim. O'sha bir necha soniyalik dahshat ichida men yo o'lishimni, yo qayta tug'ilishimni aniq anglab yetgandim. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan sabotli va dardli azizlarim. Qalbining tubida aytilmagan so'zlari bor insonlar hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizga ehtiros, xiyonat va ayol kishining o'z baxti uchun qanday qilib butun dunyoga qarshi isyon qilgani haqida so'zlab beraman. Qulayroq joylashib oling. Bu shunchaki hikoya emas. Bu Olif bilan o'ynashib, nihoyat o'zini isitgan ayolning ochiq iqroridir. Biz boshladik. Ayol kishi qachon o'zini baxtsiz his qiladi? Puli yo'q bo'lsa emas, kiyimi eski bo'lsa ham emas. Ayol kishi o'zini ayoldek his qilmay qo'yganda tiriklayin o'ladi. Mening ismim Malika. Men maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Tashqaridan qaraganda mening hayotim silliq, chiroyli va tushunarsiz darajada sokin edi. Lekin uyimdagi 4 ta devor ichidagi haqiqiy do'zaximni faqat o'zim bilardim. Erimning ismi Rustam. U katta bir idorada navbatchi bo'lib ishlardi. 15 kun kunduzi, 15 kun kechasi. Rustamning fe'li juda og'ir, asabiy va qo'pol edi. Ishdan qaytadi, ovqat yeydi va uxlaydi. Men u uchun xuddi bir tekin xizmatkor, yuvib tarab qo'yadigan jonsiz mebel edim. Uyga kelganda uning yuzidan hech qachon tabassum ko'rmasdim. Kechalari yonimda yotganda undan na bir shirin so'z, na bir mehrli teginish kutardim. Uning qo'llari sovuq, harakatlari qo'pol edi. Ayollik g'ururim har kuni, har daqiqa yer bilan yakson bo'lardi. 2 yillik turmushimiz xuddi 20 yillik qamoqqa o'xshardi. Eng yomoni bu emasdi. 2 yil davomida men onalik baxtidan mosuvo edim. Atrofimdagi hamma qarindosh-urug'lar menga achinib yoki piching bilan qaray boshlashgandi. Rustamga keling, shifokorga boraylik, tekshiruvdan o'taylik desam, u jahl bilan baqirib berardi. U o'zida nuqson borligini, o'zining bepusht ekanligini ich-ichidan juda yaxshi bilardi. Lekin odamlar orasida pushtsiz degan tamg'a olishdan o'lgudek qo'rqardi. Shuning uchun butun aybni sovuqqonlik bilan mening bo'ynimga tashlab qo'ygandi. Men maktabda hurmatli o'qituvchi edim. Qomatim kelishgan, doim o'zimga qarab, did bilan kiyinib yurardim. Hamkasb erkaklar ba'zan ortimdan havas bilan qarab qolishardi. O'quvchilarim meni yaxshi ko'rardi. Lekin uyga qaytishim bilan yana o'sha qora, zax bosgan hayot boshlanardi. Nega mening peshonamga bunday odam bitilgan ekan deb tunlari yostiqni tishlab yig'lardim. Men farzand hidini, onalik baxtini shunchalik qattiq xohlardimki, buning uchun jonimni berishga ham tayyor edim. O'qish mavsumining o'rtalari edi. Maktabga yangi fizika fani o'qituvchisi keldi. Uning ismi Sardor edi. Sardor mendan 1-2 yosh kichik, baland bo'yli, qalin qoshli va doim kulib turadigan yigit edi. Biz birinchi marta direktor xonasida uchrashdik. Keksayib qolgan direktorimiz majlis qilib, hammamizni asabiylashtirayotgan edi. Men Sardorning yonida o'tirib qoldim. U menga qarab shunday chiroyli, shunday samimiy jilmaydiki, mening o'lik yuragimda qandaydir g'alati, yillar davomida sezilmagan iliqlik paydo bo'ldi. Majlis juda kech tugadi. Qish yaqinlashgani uchun kun erta botgan, tashqari qop-qorong'i edi. Men uydan qo'rqardim, qorong'ilikdan ham qo'rqardim. Rustamga qo'ng'iroq qildim. Meni olib keting, kech qoldim, dedim. U esa ishda ekanini aytib, jahl bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Men maktab hovlisida sovuqdan qaltirab, yolg'iz turardim. Shu payt oldimga yorug' faralarini yoqib, bir mashina kelib to'xtadi. Mashina oynasi tushib, Sardorning kulib turgan yuzi ko'rindi. "O'tirib oling, Malika opa. Qorong'ida qolib ketasiz", dedi u mehribonlik bilan. Men biroz ikkilandim. Erli ayol begona erkakning mashinasiga o'tirishi. Lekin sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketgandi. Mashinaga o'tirdim. Mashina ichi shunday issiq, shunday qulay ediki, vujudim yayrab ketdi.
Sardor bilan yo'l bo'yi gaplashib ketdik. U juda quvnoq, aqlli yigit ekan. U shaharda yolg'iz ijarada turishini, issiq ovqatga doim zor ekanini aytdi. Mening unga negadir qattiq rahmim keldi. Yoki ichimda mutlaqo boshqa, sirli bir xohish uyg'onganmidi? Uyimizga yaqinlashganda men umuman o'zim kutmagan gapni aytdim. Sardor, agar xohlasangiz, biznikiga kiring. Men tezda biror issiq ovqat tayyorlayman, yeb ketasiz. Bu so'zlar og'zimdan qanday chiqib ketganini o'zim ham bilmay qoldim. U biroz xijolat bo'ldi. Eringiz xato tushunmasmikin deb so'radi. Men erim bugun tungi navbatchilikda ekanini, uyda yolg'izligimni aytdim. Sardor rozi bo'ldi. Mashinasini uzoqroqqa qo'yib uyimga kirdi. Men shoshilib oshxonaga kirdim. Nimalar qilyapman o'zi? Uyimga begona erkakni kiritdimi? Qalbimda xavotir va tushuntirib bo'lmaydigan qattiq hayajon yonardi. Men go'sht to'g'ray boshladim. Sardor oshxonaga kirib keldi. Keling, yordamlashaman, dedi u yengini shimarib. Biz birga ovqat qildik. U piyoz to'g'radi, men qovurdim. U shunday hazilkash ediki, men uydagi sovuq devorlar orasida yillar davomida birinchi marta chin dildan qahqaha otib kuldim. Uning ko'zlari doim menga qadalganini, har bir harakatimni kuzatayotganini aniq his qilardim. Ovqat pishdi. Biz stol atrofida yonma-yon o'tirdik. U ovqatni maqtab yedi. Sizga uylanadigan erkak dunyodagi eng baxtli odam bo'larkan, dedi u to'satdan. Mening yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Bu ochiqchasiga xushomad edi. U menga ayol sifatida, jozibali qadriyat sifatida qarayotgan edi. Men qizarib ketdim, yuzimni pastga burdim. U qo'lini uzatib, stol ustidagi qo'limni ohista, lekin juda qattiq ushladi. Uning kaftlari shunday issiq ediki, mening butun muzlagan qonim aylanib ketdi. Shu payt eng kutilmagan va eng dahshatli voqea yuz berdi. Darvozamiz og'ir zarb bilan taqillab qoldi. Men o'rnimdan sapchib turdim. Yuragim go'yoki tomog'imga tiqilib qolgandi. Sardor ham joyida toshdek qotib qoldi. Kim u, dedim qaltirab. Eshik ortidan Rustamning g'o'ldiragan, asabiy ovozi eshitildi. U ishdan qaytgan edi. Tungi smenada qolishi kerak bo'lgan erim kutilmaganda uyga kelgandi. Mening vujudimni muzdek tatiq bosdi. Tez, bu yoqqa kiring, deb Sardorni yotoqxonaning orqa xonasiga itardim. Qaltiragan qo'llarim bilan borib hovli darvozasini ochdim. Rustam qoshini chimirib sovuq qarab turardi. Nega buncha kech ochasan? Ishda svet o'chib qoldi, javob berishdi, dedi u to'ng'illab. U to'g'ri ichkariga, oshxonaga qarab yura boshladi. Mening nafasim bo'g'ziga tiqilib, uning ortidan ergashdim. U oshxonaga kirdi. Stolda 2 kosa yarmigacha yeyilgan ovqat turardi. Miyam to'xtab qolgan, butun vujudim terlab ketgandi. Agar hozir Sardorni topsa, ikkimizni ham tiriklayin so'yib tashlardi. Bu nima, dedi Rustam idishlarga qarab. Men zo'rg'a yutinib o'zimni qo'lga oldim. Qo'shni kelin chiqqandi. Unga ovqat suzib bergandim, deb duduqlandim men. Rustam menga shubha bilan uzoq tikilib turdi. Uning ko'zlari uyni kesib o'tardi. U hech narsa demadi. Shunchaki charchaganini aytib, kiyimlarini yechmasdan divanga o'zini tashladi va 5 daqiqa o'tmay xurrak tortib uxlab qoldi. Men devorga suyanib nafasimni rostladim. Orqa xonaga sekin kirdim. Sardor oqarib ketgan holda turardi. Biz bir so'z demasdan oyoq uchida hovliga chiqdik. Men uni ko'chaga kuzatib qo'ydim. U ketishdan oldin qorong'ida mening yuzimga yaqin keldi. Uning issiq nafasi yuzimga urildi. U hech narsa demadi, faqat ko'zlarimga chuqur ma'noli qarab shivirlab ketdi. Men uyga qaytib kirdim. Qo'rquv, vahima o'rnini to'satdan. Shirin, qonni qaynaydigan bir ehtiros egallagandi. Men xiyonat yoqasiga kelib qolgandim, lekin negadir o'zimni umuman aybdor his qilmasdim. Men o'zimni tirik his qilardim. Ertasiga maktabda Sardor bilan ko'rishdik. Biz bir-birimizdan ko'zimizni olib qochardik. Lekin ikkimizning ham ichimizda bir xil yong'in yonardi. Darslar tugagach, u mening sinfxonamga kirdi.
eshikni yopdi. U qat'iy qadamlar bilan yonimga keldi. Men kechasi bilan uxlamadim, Malika, dedi u. Men nima xavfga kirganimizni bilaman. Lekin men baribir senga intilaveryapman. Men unga qaradim. Mening ichimda erimning sovuq yotog'idan, xo'rlanishlardan paydo bo'lgan alam, o'ch olish va sof ayollik muhabbatiga bo'lgan chanqoqlik portlagan edi. Men qadam tashlab unga yaqinlashdim. Ko'rsatkich barmog'imni uning labiga ohista bosdim. Jim, dedim pichirlab. O'sha kuni maktabdan keyin biz uning ijaradagi uyga keldik. Uning uyi kichkina, tartibsiz, lekin shunday issiq va erkin edi. U meni quchoqladi. Uning lablari mening bo'ynimga, yuzimga tekkanda, men yillar davomida ichimda yig'ilgan hamma muzliklarning erib ketayotganini his qildim. Bu oddiy xiyonat emasdi. Bu mening o'zligimni, o'z ayolligimni qaytarib olishim edi. Sardor meni shunday asrab, shunday kuchli ehtiros bilan sevardiki, men bu tuyg'uning ichida to'liq g'arq bo'ldim. U mening ruhimni, vujudimni tiriltirdi. Men erimning uyi degan sovuq zindondan chiqib, haqiqiy sevgi bo'stoniga tushgandim. Kunlar, haftalar o'tdi. Biz yashirincha ko'rishishda davom etdik. Men har kuni uning oldiga yugurardim. Men endi erimning baqir-chaqirlaridan qo'rqmasdim. Uning sovuq nigohlari menga umuman ta'sir qilmay qo'ygandi. Chunki mening qalbimda, hayotimda Sardor bor edi. Va eng kutilmagan, eng ulkan mo'jiza ro'y berdi. Kunlarning birida men o'zimda o'zgarish sezdim. Shifokorga bordim. Va nihoyat 2 yillik qonli azoblardan so'ng men o'zim orzu qilgan xabarni eshitdim. Men homilador edim. Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib xursandlikdan yig'ladim. Men ona bo'laman. Kimdanligi, qanday bo'lgani mening uchun zarracha ahamiyatga ega emasdi. Men o'z ichimda yangi hayotni, yangi umidni ko'tarib yurardim. Kechqurun uyga keldim. Rustam ovqat yeb o'tirardi. Men xotirjamlik bilan borib uning qarshisiga o'tirdim. Men homiladorman, dedim uning ko'zlariga tik qarab. Rustamning yuzidagi ifoda bir soniya ichida o'zgarib ketdi. U qotib qoldi. Uning rangi oqarib, ko'zlarida dahshat va tushunarsizlik paydo bo'ldi. Nima, dedi u ovozi xirillab. U juda yaxshi bilardi. U mendan farzand ko'ra olmasligini hammadan yaxshi bilardi. Uning erkaklik g'ururi, soxta obro'si bir zumda chil-chil sindi. U o'rnidan sapchib turib, stolni urib yubordi. Sen iflos. Kimdan qilding buni, deb bo'kirdi u ustimga bostirib kelib. Lekin men endi o'sha kaltak yeb, yig'lab o'tiradigan ojiza ayol emasdim. Men o'rnimdan turdim. Ko'zlarimda zarracha qo'rquv yo'q edi. Men uni o'zimning ayollik baxtimdan qildim. Sen menga faqat do'zaxni berding. Sen meni ayol o'rnida ko'rmading. Men esa o'zimga kerak bo'lgan hayotni oldim, dedim sovuqqonlik bilan. Rustam menga qarab musht ko'tardi. Ammo ura olmadi. Chunki mening nigohimdagi qat'iyat, mening onalik g'ururim uni joyida to'xtatib qolgandi. Men sumkamni yig'ishtirdim. Hech narsaga qaramay, o'sha kecha o'sha sovuq, muzlagan uydan bir umrga chiqib ketdim. Sardor meni kutib turardi. U mening homiladorligimni eshitib mendan qochmadi. Aksincha, u meni qattiq quchoqlab yig'ladi. Biz bu bolani birga katta qilamiz, dedi u sochlarimni silab. Men shu ondayoq hayotimdagi eng to'g'ri qarorni qabul qilganimni bildim. Aziz opa-singillarim, ba'zan jamiyat, atrofdagilar bizni chidashga, xo'rliklarga sabr qilishga majbur qiladi. Biz o'zimizning farzand ko'rmasligimizni o'z aybimizdek qabul qilib, tiriklayin o'lib boramiz. Lekin unutmang, ayol kishi hayot beruvchidir. Hech kimning sovuq yotog'ida o'z qadringizni, o'z ayolligingizni yemirib yubormang. O'zingizni seving. Qafasdan qochish uchun doim kuch toping. Ba'zan katta baxt jamiyat qoralamoqchi bo'lgan, ammo aslida o'zingizni topishga yordam bergan qadamlarda yashiringan bo'ladi. Agar bugungi hikoyamiz, mening bu og'ir va baxtli iqrorim sizga qandaydir turtki bergan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Sizning har bir fikringiz biz uchun oltinga teng. Izohlarda o'z dardingizni, hayotiy xulosalaringizni yozib qoldiring, albatta o'qiymiz.
Hech qachon taslim bo'lmang, oldinga yuring va o'z baxtingizni yutib oling. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni asrang.